بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا وسيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا رب العالمين. آمين. Muhtaram birodarlar, o'tgan suhbatimizda Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam haqlarida va islom dinining oxirgi din bo'lib kelishi haqida, Payg'ambar sollallohu alayhi va sallamning oxirgi payg'ambar bo'lib kelishlari haqida, o'tgan kitoblarning bashorati haqida so'z yuritilgan edi. Oxirida, so'zimizning oxirida muallif rahmatullohi alayhi Injilda keltirilgan bir ibora haqida ulamolarning so'zlarini keltirgan edi. Bu ibora Alloh subhanahu va taolo Sinodagi Tur tog'idan tajalli qildi, Soirdagi Soir tog'idan nur taratdi hamda Foron tog'laridan oliy bo'ldi degan Injilning so'zi haqida gaplarni, ularning ma'nolarini aytib o'tgan edilar. O'sha naqllarini davom ettirib muallif so'zlarida mana shunday boshlaydilar bugungi suhbatimizda. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: زويت لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها وسيبلغ ملك أمتي ما زوي لي منها. Payg'ambar sollallohu alayhi va sallam aytganlarki, menga yer yig'ishtirilib ko'rsatib berildi. Shunda men yerning mashriqlar va mag'riblarini barchasini ko'rdim. Ummatimni mulki, mamlakati menga yig'ishtirib berilgan yerlarigacha yetadi dedilar Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam. Bu hadisni Imom Muslim o'zlarining sahihlarida, Imom Abu Dovud, Tirmiziy, Ibn Moja va boshqa ulamolar, muhaddislar keltirishgan. وهذه الأماكن الثلاثة أقسم الله بها في القرآن في قوله تعالى: والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. فأقسم بالتين والزيتون وهو الأرض المقدسة التي نبت فيها ذلك، ومنها بعث المسيح وأنزل عليه الإنجيل. وأقسم بطور سينين وهو الجبل الذي كلم الله فيه موسى وناداه من واديه الأيمن، وهو البقعة المباركة من الشجرة. وأقسم بالبلد الأمين وهي مكة، وهو البلد الذي أسكن إبراهيم ابنه إسماعيل وأمه. ushbu mazkur uchta yer, ya'ni o'tgan suhbatimizda kelgan Injilda keltirilgan uchta yer, xuddi o'sha uchta yer bilan Alloh subhanahu va taolo o'zini Qur'onida quyidagi oyatda qasam ichadi. Vattini vazzaytun, anjir bilan zaytunga qasam. Sinin Turiga qasam, ya'ni Sino tog'idagi Tur, Sinodagi Tur tog'iga qasam. Va hadal baladil amin, ushbu xotirjam, ya'ni kim tushsa xotirjam bo'ladigan omonatli shaharga qasam. Uchta joyga Alloh subhanahu va taolo qasam ichyapti. Ma'lumki, Alloh subhanahu va taolo qasamni
muborak yerlarga yoki ulug' bo'lgan, juda katta bahaybat bo'lgan narsalarga qasam ichadi. Ushbu yerda mana shu mazkur joy ulug' bo'lganligidan Alloh subhanahu va taolo mana shunday qasamni ichyapti. Anjir bilan zaytunga qasam deyishdan murod o'sha yerlar, o'sha nabototlar, o'sha mevalar o'sadigan joy nazarda tutilyapti. Ya'ni muqaddas, Qur'onda muqaddasligi zikr etilgan yer. Bu yer Iso alayhissalom tug'ilib o'sgan va payg'ambar bo'lgan yer hisoblanadi. O'sha yerdan Iso alayhissalom payg'ambar bo'ldilar. O'sha yerda u kishiga Injil nozil qilindi. Keyin Sino tog'idagi Sinodagi Tur tog'i bilan qasam ichyapti Alloh subhanahu va taolo. Bu esa Muso alayhissalomga Alloh nido qilgan, gapirgan vodiyning, o'sha yerning o'ng vodiysidan, o'ng tomonidan daraxt ortidan muborak yerda turganda Muso alayhissalom Alloh subhanahu va taoloning nidosi kelgan yer hisoblanadi. Oxirida esa omonatli yer bo'lmish, shahar bo'lmish Makka-i Mukarramaga qasam ichyapti Alloh subhanahu va taolo. Bu yer Ibrohim alayhissalom o'zini zurriyodi farzandi Ismoil alayhissalomni hamda shuni onalarini Hojarni maskan qilib qoldirgan qadimgi yer hisoblanadi. Bu yerda mavzudan tashqarida bo'lsa ham bir ishora qilib ketish kerak bo'lgan narsa shuki, Alloh subhanahu va taolo o'zining yaratgan maxluqotlarini xohlagani bilan qasam ichishga qodir hamda qasam ichsa bo'laveradigan zot. Ya'ni Alloh subhanahu va taolo xohlagan narsasi bilan qasam ichadi. Bandalarni esa faqat Alloh bilan qasam ichishga buyurgan. Bundan boshqa bilan Alloh subhanahu va taoloni o'zidan, uni sifatlaridan, ismlaridan boshqa narsa bilan qasam ichishdan qaytarilganmiz dindan. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning bu to'g'ridagi hadislari nihoyatda ko'p. Bunga vaqtida kerak bo'lganda hali ishora qilinadi inshaalloh. Balki bu to'g'rida asosiy suhbatlar ham bo'lib o'tadi degan umiddaman. فقوله تعالى والتين والزيتون إقسام منه تعالى بالأمكنة الشريفة المعظمة الثلاثة التي ظهر فيها نوره وهداه وأنزل فيها الكتب الثلاثة التوراة والإنجيل والقرآن، كما ذكر الثلاثة في التوراة بقوله جاء الله من طور سيناء أو سيناء وأشرق من ساعير واستعلن من جبال فارة. ولما كان ما في التوراة خبرا عنها أخبر بها على ترتيبها الزماني فقدم الأسبق. وأما القرآن فإنه أقسم بها تعظيما لشأنها وذلك لقدرته وآياته وكتبه ورسله، فأقسم بها على وجه التدريج كما في قوله درجة بعد درجة، فختمها بأعلى الدرجات، فأقسم أولا بالتين والزيتون ثم بطور سيناء ثم بمكة شرفها الله، لأن أشرف الكتب الثلاثة القرآن ثم التوراة ثم الإنجيل ثم كذلك الأنبياء، فأقسم بها على وجه التدريج في قوله تعالى والذاريات ذروا فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا. الله سبحانه وتعالى والتين والزيتون أنجر بلان
zaytunga qasam, ya'ni anjir bilan zaytun o'sadigan yerga qasam deb qasamni shu bilan boshlashi Alloh subhanahu va taoloning nuri va hidoyati zohir bo'lgan o'sha 3 ta ulug' muborak yerlarga qasam hisoblanadi. Mazkur yerlarda o'zining eng ulug' 3 ta kitobini, Tavrotni, Injilni hamda Qur'onni nozil qildi. Xuddi o'sha mazkur 3 ta yerni Tavrotda yuqorida aytib o'tganimizdaqa tartibda avval Sino tog'ini zikr qilib, keyin Soir Iso alayhissalomni yerlarini chiqqan yerlarini zikr qilib, 3-chida Faron tog'lari, ya'ni Makka atrofidagi tog'lar zikr qilingani singari bu yerda ham 3 ta yer zikr etib o'tildi. Endi Tavrotdagi xabar o'sha mazkur 3 ta yer haqida umumiy xabar bo'lganligi uchun uni payg'ambarlarni zamoniga qarab tartiblab xabar berib o'tdi. Birinchi Musa alayhissalom xabari keldi, keyin Iso alayhissalom xabari, 3-chida Muhammad sallallohu alayhi va sallamning xabari keldi. Qur'onga keladigan bo'lsak, Qur'on bu yerda o'sha qasam ichilayotgan narsalarni ulug'ligiga qarab tartiblab bordi. O'zini qudratini, oyat, belgi, dalolatlarini, kitoblarini, payg'ambarlarini, dalolatlarini, o'sha tartibini ko'rsatish uchun Alloh subhanahu va taolo mana shunday tadrijiy suratda darajama-daraja zikr qildi. Birinchi avval tin bilan zaytun, ya'ni anjir bilan zaytunga qasam ichib, bu Iso alayhissalomni yeri hisoblanadi. Undan keyin Sino tog'idagi Turga qasam ichdi, keyin esa Makka sharrafahalloh, Alloh uni sharafli qilgan hamda sharafli qilsin bundan keyin ham Makka mukarramaga qasam ichdi. Chunki o'sha mazkur 3 ta kitobning eng sharaflisi Qur'on. Undan keyingi o'rinda turadigani Tavrot, undan keyin esa Injil hisoblanadi. Shuningdek payg'ambarlar ham shu tartibda. Birinchi eng payg'ambarlarning ulug'i, bu yerda zikr qilingan payg'ambarlarning ham umuman zikr qilinmagan mutlaq payg'ambarlarning, barcha payg'ambarlarning ulug'i Muhammad sallallohu alayhi vasallam hisoblanadilar. Undan keyingi o'rinda esa bu yerda zikr qilgan payg'ambarlarning ichida Musa alayhissalom turadilar. Garchi Ibrohim alayhissalom, Musa alayhissalomdan martabalari ulug' bo'lsa ham bu yerda zikr etilmaganligi uchun tartibda yo'qlar bu yerda, lekin hozirgi tartibda avval payg'ambar sallallohu alayhi vasallam, undan keyin Musa alayhissalom, undan keyin esa Iso alayhissalom turadilar. O'shaning uchun tadrijiy suratda sura Vattinida ana shunday zikr etildilar bu 3 ta payg'ambarning yerlari. Shuningdek, bunaqa tadrijiy qasam ichish boshqa oyatlarda ham uchraydi. Masalan, Zoriyot surasini boshida Alloh subhanahu va taolo ushbu mahluqotlarga qasam ichadi. Vazzariyati zarwan. Ya'ni lug'aviy ma'nosini aytadigan bo'lsak, shunday sochib yuboruvchi, changlatib yuboruvchilarga qasam. Falhamilati wiqran. Og'ir yuklarni ko'tarib yuruvchilarga qasam. Yengil holda yuguradiganlarga qasam. Buyruqlarni
taqsimlaydiganlarga qasam deb 4 ta narsaga Alloh subhanahu va taolo qasam ichayapti. Birinchi suratda, birinchi navbatda o'sha 4 ta narsani hozir tafsirini aytamiz. Tabaqama-tabaqa, darajama-daraja, avval pastroq darajani zikr qilib, undan keyin tepadagilarni zikr qilib ketyapti Alloh subhanahu va taolo qasam ichishda. Birinchi az-zariyati zarwa vaz-zariyati zarwa. Ya'ni changlatuvchi mahluqotlarni har tomonga sochib yuboruvchi shamollarga qasam. Birinchi shamollarga qasam ichilyapti. Changlatuvchi shamollar. Ma'lumki, botanikadan xabarlari bor kishilar bilishadi. Shamol bo'lmaydigan bo'lsa, changlatish o'simliklarda hech qachon bo'lmaydi. Bu endi shamollarning bir xususiyatlaridan bittasi. Keyin Alloh subhanahu va taolo fal hamilati wiqran deyapti. Og'ir yuklarni ko'taruvchi bulutlarga qasam. Bu yerda endi bulutlar murod. Bulutlarga qasam ichayapti. Og'ir yuklar nima? Yomg'irlar. Chunki millionlab tonna yomg'irlarni ko'tarib yuradi. Bu o'z navbatida shamoldan tepada turadi bulutlar. Keyin Alloh subhanahu va taolo al-jariyati yusran deb qasam ichayapti. Yengil holda aylanib yugurib yuradiganlarga qasam. Bu yerda ba'zi ulamolar bular kemalar nimani ustida, suvni ustida yengil yuradigan deyishgan, lekin bu yerda munosibi shuki deyaptilar. Bu yerda shu tartibga munosib bo'lishi uchun buni kemalar demasdan o'sha yulduzlar, balki yulduzli yo'llari, yulduzli o'rinlari desak ham juda munosib bo'ladi deydilar muallif rahmatullohi alayh. O'sha naql qilayotgan kishidan naql qilib. Xuddi bu yerda boshqa bir oyatda yulduzlarga qasam ichganidek, fala uqsimu bil khunnas al jawaril kunnas. Buni tafsiriga hali quyida kelamiz. Shunday yulduzlarga qasam ichganidek, bu yerda ham yengil holda yurayotgan yulduzlarga qasam ichyapti. Oxirida esa ishlarni taqsimlovchilarga qasam deyapti. Bu endi farishtalar ekanligida hech bir mufassirlar ixtilof qilishmagan. Farishtalar esa tepadagilar aytib o'tilganlardan balandda, osmonda, ularning maskani osmonda ekanligi, osmonning tepasida ekanligi ma'lum. Osmonda ekanligi. Demak, Alloh subhanahu va taolo mana shu Zoriyot surasini boshida shunaqa tadrijiy qasam ichyapti. Avval shamollarga, undan keyin bulutlarga, undan keyin esa yulduzlarga, undan keyin farishtalarga qasam ichyapti. Xuddi vattini vazzaytuni va turi sinina va hadal baladil amin surasidagi qasam ham tartibli bo'lganidek, bu ham tartibli bo'lyapti deydilar rahimahulloh. Endi shu yerda fala uqsimu bil khunnas al jawaril kunnasni tafsirida ozroq to'xtasak. Alloh subhanahu va taolo Takvir surasi ma'lumki qiyomatda bo'ladigan osmon va yerlarni o'zgarishi, undagi qay ahvolga tushishi haqida ko'proq qiyomat dahshatlari haqida gapiradigan sura hisoblanadi. O'sha 15-16 oyatlarda
Alloh subhanahu va taolo boshini mana shu qasam bilan boshlaydi. Fala uqsimu bil khunnas al jawaril kunnas. Xunnas so'zi arab tilida xonis degan so'zning ko'pligi hisoblanadi. Xonis esa xanasa degan fe'ldan olingan. Xanasa fe'li bildirmay yo'qolib ketish degan. Shuning uchun ham shaytonni xannos deb sifatlaydi Alloh subhanahu va taolo. Sura-i Nosda xannos degani Allohning zikri kelganda shunday qisilib o'zini bekitib qochib ketadigan mal'un shayton. Demak, bu yerda ham al-xunnas deb sifatlayapti Alloh subhanahu va taolo yulduzlar. Ya'ni bekinib yoki qochib ketadigan yulduzlar. Ba'zilar buni bunday deb atalishiga sabab kunduz kuni maxfiy bo'lib, kechasi chiqadiganligi uchun shunaqa deyilgan, deyishgan. Xo'p, al-jawaril kunnas. Yana bir sifati al-javari yulduzning. Javari degani bu joriyatun so'zining ko'pligi hisoblanadi. Joriya degani yuguruvchi degani. Ya'ni o'zini o'qi atrofida tinmay o'zini falakida o'qida atrofida yuguradigan yulduzlar. Al-kunnas. Kunnas degani bu ham konis so'zining jami hisoblanadi. Tepada xunnas xonisni jami bo'lganidek, kunnas konisni jami hisoblanadi. Konis esa ikkita ma'noga dalolat qiladi. Birinchisi supuruvchi degani. Ko'pchiligingizga ma'lum, supurgini, xususan elektron supurgini, bu haligi tokli supurgini arablar miknasa deydi. Oddiy supurgini ham miknasa deyishadi. Demak, bir ma'nosi supuruvchi degani. Ikkinchi ma'nosi esa yo'q bo'lib ketuvchi degan ma'nosi ham bor buni. Shuning uchun ham arablar ohuning uyini kannos deyishadi. Kannos degani bekitib oladigan, ohuni o'zida qoplaydiganligi uchun kannos deyilgan deyishadi. Demak, bu yerda yulduzni o'sha lug'aviy ikkita muaddosidan kelib chiqib aytadigan bo'lsak, o'zini yerida xuddi ohular o'zini uyiga kirib ketadigandek kirib, yo'ldagi narsalarni supurib ketadigan yulduzlar deb tarjima qilinsa ham bo'ladi. Buni ko'pchilik mufassirlar xunnas bilan kunnasni orasida ma'nosini farq qilmasdan ilgari tafsirda bir xil qilib aytib o'tib ketishgan deydilar hozirgi ba'zi ulamolar. Lekin aslida mana shu lug'aviy ma'nosiga qarab aytilsa, hozirgi zamonda ba'zi bir kashfiyotlar qilingan narsani ayni dalolati bo'ladi deydilar. Masalan, o'sha falakiyot olimlaridan bittasi Zag'lulun Najjor degan kishi bu haqda bir bahs yuritib aytadiki, ushbu oyatdagi qasam o'sha hozirgi sifati o'tgan holdagi yulduzlarga o'sha ham bekinib maxfiy bo'lib oladigan yulduzlaru hamda shu o'z yo'lida keladigan narsalarni shupurib ketadigan, olib ketadigan yulduzlar deb atasak juda mos tushadi. Chunki hozirgi paytda bir as-suqubus sud degan
ya'ni qora tuynuklar deb ataladigan falakiyot ulamolarini bir dengizlar hayotini bir bosqichini to'g'ri keladi bir bosqichiga. Inglizchada buni black holes deydi debdilar. Men uncha inglizchani tushunmayman. Black holes deyiladi. Arabchadan tarjima qilib aytayapman. Qora tuynuklar. Bu degani bu haqiqat oxirgi o'sha 70-yillardan keyin kashf etilgan haqiqat hisoblanadi. O'tgan asrda 70-yillardan keyin. Bu haqiqatning ma'nosi shuki, yulduzlar orasida bir dumli yulduzlar, o'rislar kometa der ekan, inglizlar ham comets desa kerak. Nimalik dumli yulduzlar sifati bor. Bular yulduzlarga qaraganda ancha kichkina samoviy jismlar bo'lib, lekin o'zini dumlari bilan hatto 150 million kilometrgacha yetib ketadigan darajada uzun dumlari bor samoviy jismlar hisoblanadi. Bular quyosh atrofida oqarib juda tez aylanishadi. Yer kurrasidan quyosh majmuasiga tomon, quyosh nimasiga tomon, quyoshga qarab yaqinlashgan sayin ko'rinishi ravshanroq bo'lib boradi. Lekin bu aylanishlar o'sha tortishuv kuchi qonunlariga uncha ergashmaydi. Bir markazsizlik bor buni sifatida, deydi o'sha Zag'lulun Najjar. Keyin u odam so'zida davom etib, bularni juda ham katta hajmda bo'lib ketishini, ya'ni qo'shilib bir-biriga qo'shilib o'zi bularning tarkibi turli xil gazlar va turli xil g'uborlardan tashkil topganligi uchun hatto bu tezligini oshishi evaziga o'zidan chiqarayotgan bosimni ko'payishi, katta bo'lishi evaziga bu gazlardan shunaqangi gazlar ajrab chiqadiki, hatto bu gazlar o'sha o'zimizda ma'lum bo'lgan birinchi o'sha Mendeleyev sistemasini, Mendeleyev tuzaligi nizomining birinchi qatorida birinchi bo'lib turadigan vodorod gazidan ham yengil va undan ham yonuvchan bo'lgan gazlarni ishlab chiqaradi deydi. Xullas o'sha ishlab chiqarilgandan keyin haligi boya aytilgan qora tuynuk paydo bo'ladi. Bu qora tuynukning sababi o'shalarning tez aylanishini evaziga yo'llarida uchraydigan barcha narsalarni o'ziga qo'shib olib, atrofni qop-qora qilib bir chiziq hosil qilganligidan, tuynukka o'xshagan narsa hosil qilganligidan o'sha qora tuynuk deb ataladi, o'sha black holes deb ataladi deydilar bu kishi. Buni aylanish nimasi esa o'sha voqea ufuqi deb atalgan, arab tilida o'sha ufuqul hadath deyishar ekan. Inglizchada ham yozib qo'yibdi the event horizon deb. O'sha voqea bo'layotgan hodisani ufqi gorizonti. O'sha gorizont ichiga tushadigan, orasiga tushadigan, o'sha ufqni orasiga tushadigan barcha narsalarni hech undan chiqa olmaydigan darajaga keltirib qo'yar ekan. Demak, shunaqa katta bir aylanish sababidan mana shu holatlar yuzaga kelar ekan. Endi shu yerda Alloh subhanahu va taolo bu yulduzlarga qasam ichdi. Biz aytdikki, qasam ichilayotgan narsa ko'pincha Alloh subhanahu va taolo qasam ichayotgan narsa yo muborak narsalar bo'ladi yoki juda ham katta bahaybat, ulug' narsalar bo'ladi dedik. Endi buni ulug'ligiga hozir biz bir dalolat qiluvchi ba'zi bir raqamlarni aytib o'tish
lozim tutdik o'sha odamning kitobidan. Bu kishi aytadiki, falakiyot ilmida narsalar, vaqtlar hamda masofalar nihoyatda katta bo'lganligidan bu narsalar kilometr yoki metr bilan o'lchanmaydi, balki yorug'lik yili bilan o'lchanadi deydilar. Yorug'lik yili esa o'zimizni kilometrga chaqadigan bo'lsak, yorug'lik yilini 9 trillion kilometr bo'lar ekan. Ya'ni 9 dan keyin 12 ta nolni qo'shaverasiz. Bizni o'sha Quyosh majmuasidagi eng yaqin yulduz bizdan 4 yil, 4 yorug'lik yili uzoq. Ya'ni 9 trillionni 4 ga ko'paytirasiz. Quyosh majmuasidagi eng uzoq yulduz esa bu falakiyot ulamolarining taxmini 650 yorug'lik yili uzoq hisoblanadi. 650 ni 9 trillion kilometrga ko'paytiraverasiz. Bu Quyosh majmuasidagi nimalar? Masofalar. Quyosh majmuasi o'zingizni xabaringiz bor. Bizni o'zimizni galaktikamizni bittagina majmuasi hisoblanadi. Galaktikamiz bizda o'zimizda o'zbek tilida somon yo'li deb ataladi-yu. Somon yo'li to'g'risida she'rlar ham bitilib ketgan. Erkin Vohidov bitta she'ri bor. Derazamdan tushgan tola nur somon yo'li deya atalur deydi. Yoki somon yo'li kabi atalur deydi. O'sha somon yo'li degani bizi galaktikamiz. Bu galaktikada bizi o'sha Quyosh majmuasi bo'lgan majmualardan bir nechtasi bor. O'sha galaktika esa osmondagi galaktikalarning milliondan bittasi hisoblanadi. Balki millionlab galaktikalar. Kim biladi buni, hali u falakiyot ulamolari ham buni oxiriga yetolgani yo'q bularning narsalar. Yetisha olmaydi. Demak, galaktika odam tasavvur qilishdan ko'ra kattaroq bo'lgan bir bahaybat maxluqot ekan. Ya'ni bizni galaktikamizdan, somon yo'li galaktikasidan, somon yo'li galaktikasidan xo'p, ikkinchi galaktikaga yetish uchun masofa, buni ikkinchi galaktikani arablar darbun nabota der ekan. O'zbek tilida bilmadim, o'rislar buni mlechniy put deyishibdi. Yo'q, bu bizning galaktikamizni, somon yo'lini ismi ekan, mlechniy put. Nargi nimani esa arablar, nargi galaktikani ismini ajoyib bir ismda atashar ekan. Majarratul mar'atil muslima, musalsala. Ya'ni aynan tarjima qiladigan bo'lsak, zanjirband ayol galaktikasi. Buni esa zanjirband ayol galaktikasi deb o'zbekchalarga shunaqa nima deb tarjima qilinyapti, lekin uni inglizlar, o'rislar inglizlardan olishib o'sha Andromeda galaktikasi deyishar ekan. Andromeda galaktikasi. Demak, o'sha bizning galaktikadan, somon yo'li galaktikamizdan Andromeda galaktikasiga, ya'ni o'sha zanjirband ayol galaktikasiga bo'lgan masofa uchun 2 million yorug'lik yili kerak bo'lar ekan. O'zingizga ma'lum, tepada o'tdi. Bir yil bu yerda 9 trillion kilometrga to'g'ri keladi. O'shanaqadan 2 million yorug'lik yili kerak bo'lar ekan, o'sha bu galaktikadan u galaktikaga o'tish uchun. Endi bu narsalarda hammasi bitta galaktikadan ikkita galaktikaga bo'lgan masofa shunchalik bo'ladigan bo'lsa, bunaqa galaktikadan osmonda millionlab bo'ladigan bo'lsa, Alloh subhanahu va taolo
osmonlarni eng pastki qavatini shunaqa galaktikalar bilan, yulduzlar bilan bezab qo'ygan bo'lsa, endi osmonni o'zini tasavvur qila olish bu hech aqldan, insonni aqli ko'tara olishdan ko'ra ziyodaroq bo'layapti. Shuning uchun ham Alloh subhanahu va taolo yana bir oyatda fala uqsimu bimawaqi'in nujum va innahu laqasamun law ta'lamuna azim deydi. Men yulduzlar mavzelariga, o'rinlariga qasam ichaman, ya'ni galaktikalarga qasam ichaman. Bu nihoyatda katta bir, nihoyatda ulug' qasam, bilsalaringiz edi buni deydi Alloh subhanahu va taolo. Agar bilsalaringiz nihoyatda ulug' bir katta qasam deydi Alloh subhanahu va taolo. Demak, hozir mavzuga qaytamiz. O'sha Qur'oni Karimdagi Zoriyot surasidagi qasamlar tadrijiy suratda avval kichikrog'i, undan keyin uni tepasidagi, undan keyin uni tepasidagi qilib tabaqama-tabaqa tadrijiy qasam ichilganidek, Tin surasida ham Alloh subhanahu va taolo va Tin surasida ham avval Iso alayhissalomning yeriga, undan keyin Muso alayhissalom yeriga, undan keyin payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning yerlari bo'lmish, tug'ilgan yerlari bo'lmish Makka mukarramaga qasam ichyapti tadrijiy suratda. Keyin muallif zikr qilib yana shunday deydi: "Va ma zakarahu ibn Qutaybah va ghayruhu min tarbiyati Ismoil fi barriyati Faran hakaza huwa fi at-Tawrat." Ibn Qutayba va boshqa ulamolar Ismoil alayhissalomni Faron sahrosida tarbiya etilganlar deb zikr qilishgan. Tavrotda ham mana shunday zikri bilan keladi, mana o'zingiz guvohi bo'ldingiz deydilar. Keyin muallif yana bir naql keltirib, bu safar Davud alayhissalomning zaburlaridan naql keltiradilar. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamga va u kishini ummatlariga dalolat keltiruvchi bir naqlni olib keladilar. Va qala Davud fi az-Zabur fi qawlihi sabbihu Alloha tasbihan jadidan wal yafrah bil khalqi man istafa Allahu lahu ummatahu wa a'tahu an-nasra wa sadada as-salihin minhum bil karamah yusabbihuna Allaha ala madaji'ihim wa yukabbiruna Allaha bi aswatin murtafi'ah بأيديهم سيوف ذات شفرتين لينتقم بهم من الأمم الذين لا يعبدونه. Davud alayhissalom Zaburda o'zini duosida mana shunday deydi: Alloh subhanahu va taoloni yangidan yangi ulug'langlar, tasbih qil aytinglar. Xalq bilan, ya'ni Alloh subhanahu va taoloni yaratib qo'yishligi bilan Alloh subhanahu va taolo tanlab olgan kishi val yufrih bil xalqi man istafallohu lahu ummatahu. Alloh subhanahu va taolo tanlab olgan zot o'z ummatini bu yaratishlik bilan, Allohni bu yaratishligi bilan, Allohning sifatlarini aytib o'z ummatini xursand qilsin. Alloh tanlab olgan zot hamda Alloh g'alaba bergan, ularni solihlarini ulug'lik, mukarramlik bilan, hurmat bilan ardoqlagan zot o'z ummatlarini xursand qilsa. Bu ummatlar
Alloh subhanahu va taoloni yotganlarida ham ulug'laydigan, Allohga baland ovozda takbir aytadigan, qo'llarida ikki tillik qilichlar bo'lgan, ya'ni Allohga ibodat qilmaydigan ummatlardan bular orqali Alloh intiqom olishi uchun ikki tillik qilichlari bor bo'lgan kishilardir deb keltiradi Davud alayhissalom o'zining zaburida. وهذه الصفات إنما تنطبق على صفات محمد صلى الله عليه وسلم وأمته فهم الذين يكبرون الله بأصوات مرتفعة في أذانهم للصلوات الخمس وعلى الأماكن العالية. قال جابر بن عبد الله: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا علونا كبرنا وإذا هبطنا سبحنا فوضعت الصلاة على ذلك. رواه أبو داود وغيره. ushbu sifatlar deydilar muallif, payg'ambar sollallohu alayhi vasallam hamda ummatlarini sifatlariga to'g'ri keladi. O'shalar Allohga o'zlarini 5 vaqt namozga azonlarida baland ovozda takbir aytadilar. Baland yerlarda takbir aytadilar. Jabir ibn Abdullah aytadilarki, payg'ambar sollallohu alayhi vasallam bilan bo'lardik, balandlikka chiqsak takbir aytardik, pastlikka tushsak tasbih aytardik. Namoz xuddi shu shaklda qo'yildi deydilar. Ya'ni tepada turganda biz takbir aytamiz, pastga engashib sajdaga borganda esa tasbih aytamiz. Yoki rukuga borganda tasbih aytamiz. وهم يكبرون الله بأصوات عالية مرتفعة في أعيادهم عيد الفطر وعيد النحر في الصلاة والخطبة وفي أذانهم إلى الصلاة وفي أيام منى الحجاج وسائر أهل الأمصار يكبرون عقيب الصلاة ويكبرون على قرابينهم وهديهم وضحاياهم. ular Alloh subhanahu va taologa o'zlarini bayramlarida, fitr bayramida, Ramazondan keyingi hamda Qurbon hayitida, namozlarda, xutbalarda baland ovozda takbir aytadilar. Namozga azonlarida takbir aytadilar. Mino kunlari hojilar va boshqa shahar ahllari, barcha mamlakat, musulmonlar yashaydigan mamlakatlar namozdan keyin barchalari takbir aytadilar. O'zlarining qurbonliklariga takbir aytadilar. Hadiyalariga, o'sha hojilar so'yadigan qurbonliklar u bu yoqlarda tashqarida so'yiladigan boshqa qurbonliklarga ham takbir aytadilar. والنصارى يسمون عيد المسلمين عيد الله أكبر لظهور التكبير فيه، وليس هذا لأحد من الأمم غير المسلمين، وإنما كان موسى يجمع بني إسرائيل بالبوق والنصارى لهم ناقوسون. nasroniylar shuning uchun ham musulmonlarning hayitini Allohu akbar hayiti deb atashadi. Ya'ni muallif o'zining davridagi naqlni keltiryaptilar. Allohu akbar idi deb atashadi. Ularda o'sha hayit kuni takbir juda zohir bo'lib ko'rinib ketganligi uchun. Bu sifat Davud alayhissalomning zaburida kelgan bunday sifat musulmonlardan boshqa bironta ummatga muvofiq kelmaydi. Musa alayhissalom o'zini Banu Isroil qavmini haligi buq bilan, arablar buq deydi, o'zbek tilida shoxi bo'ladi-yu, nimani? Shu shoxga o'xshagan narsa bilan, surga o'xshab chalinadigan narsa bilan chalib chaqirardilar. Hozir o'zbek tilidagi nimasi esga kelmay qoldi. Nasroniylar esa o'zlarining qo'ng'iroqlari bor, bilasizlar, cherkovlarda hamma joyda o'zlarining qo'ng'iroqlari bilan chaqiradilar odamlarni. Demak, yuqoridagi sifatlar payg'ambar sollallohu alayhi vasallam va u kishini ummatlariga to'g'ri keladi. Shuningdek, وكذلك قوله بأيديهم سيوف ذات شفرتين وهي السيوف العربية التي فتح بها الصحابة وأتباعهم البلاد. Shuningdek, qo'llarida ikki tig'li
qilichlar bor degan gap ham arab qilichlariga to'g'ri keladi. Sahobalar va u kishini ularni izdoshlari butun mamlakatlarni o'sha qilichlar orqali fath qilganlar. Va qawluhu yusabbihuna ala madaji'ihim bayanun li na'til muslimin alladhina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yusalli ahaduhum qa'iman fa in lam yastati' fa qa'idan fa in lam yastati' fa ala janb wa yusalluna fil buyuti ala al madaji'i bi khilafi ahli al kitabi was salatu a'zamu at tasbih. Yotgan joylarida Allohga tasbih aytadilar, Allohni ulug'laydilar degan joyi keldi Davud alayhisalomning o'sha zaburida. Bu esa musulmonlarning sifatini bayoni hisoblanadi. Ular o'z Alloh subhanahu va taologa turib ham, o'tirib ham, yotgan joylarida ham zikr qiladigan, eslaydigan kishilardir. Ularning biri tikka turib o'qiydi namozni. Tikka turib o'qiy olmaganda o'tirib o'qiydi. Bunda ham qila olmaydigan bo'lsa ibodatini yonboshlab yotib qiladi. Uylarga kelganda esa u yotgan joylarida ham namoz o'qiydilar. Ahli kitoblar bunday emas. Namoz esa tasbihni eng yuqori darajasi hisoblanadi. Demak, Allohni yotib ulug'laydigan deganda musulmonlar nazarda tutilganligida shubha yo'q deydilar. Rahmatullohi alayhi. Suhbatimiz mana shu yerga yetganida sizlar bilan xayrlashamiz. Keyingi suhbatga qadar Alloh subhanahu va taolo hifzi himoyasida saqlasin. Va sallallohu va sallama va baraka ala nabiyyina Muhammad va ala alihi va sahbihi ajma'in. Sizlar bilan xayrlashamiz. Keyingi suhbatga qadar Alloh subhanahu va taolo hifzi himoyasida saqlasin. Va sallallohu va sallama va baraka ala nabiyyina Muhammad va ala alihi va sahbihi ajma'in.